Xo'p, juda ham ko'pchilik so'rashyotdi, yozishyotdi menga nimaga vloglaringiz to'xtab qoldi, nimaga vlog olmayapsiz deb. Rostdan ham qarasam anchadan beri vlog olmayotgan ekanman va bugun vlog olishga qaror qildim. Bugun hozir akamnikiga ketyapman, katta akamnikiga. Katta akam bilan ko'rishib, kichkina akamnikiga ketamiz. Bloni bu Polshadagi shaharcha. Uzoqroqda joylashgan, Varshavadan 30 kilometr uzoqlikda joylashgan. Hozir o'sha yerga boramiz. Katta akam bilan ko'rishaman aytganimda, keyin o'sha yerga ketamiz. Yo'lda manzara ko'rayotgan bo'lsa kerak. Hozir sentrdaman. O'z sentrda turaman. Lekin sentrgacha shu ostanovka. Narsalar olganman hozir. Hozir aytganimda akamga boraman, ko'rishib kichkina akamga ketamiz. Videoni oxirigacha ham ko'ring, точно qiziq bo'ladi. Vlog qiziq bo'ladi deb aytdim men sizlarga. Уже vlog boshlanmasdan qiziq bo'lyapti. Nimaga bilasizlarmi? Chunki men yo'ldan hozir 200 lot topib oldim. Bilasizlarmi, bu pul necha pul bo'ladi O'zbekistonda? Где-то 700 ming shunaqa atrofida bo'ladi. Men bu pulga 200 lotga 6 soat ishlayman Vedronkada, magazinda. 6 soat ishlayman. Bugun ishga chiqmagandim, ishim yo'q edi. Ishga chiqmasam ham ishladim-da, ko'rdinglarmi? Oxirigacha ham ko'ring, haqiqatan qiziq bo'ladi. Pulli qudrati yomon zo'rda. Dastroy ham ko'tarib yuboradi. Polshaning ko'p joylarida shunaqa narsalar chizib tashlashadi, ko'rayotganingizdek polni. Agar O'zbekistonda chizsa nima bo'ladi bilasizmi? Ustidan yozib yuboradi, shtraf qo'yib beradi. Boshqa chiza olmaydigan qilib. Bularni даже poyezdlariga ham chizib tashladi. Xohlagan narsa poyezdlarida har xil narsalarni chizib tashlaydi. Hozir poyezdga tushamiz, o'shanda ko'rsataman. Уже biz yo'lga chiqdik, ketyapmiz akam bilan. Videoni edit qilish qiyin. Odatda chapdan ketamiz-da. Bu joyni ko'rib siz metro deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu metro emas, bu poyezd. Men bundan bilet olsa ham bo'lardi aka. Men bundan bilet olsa bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, bu metro emas, poyezd. Metroga o'xshaydi, lekin metro emas. Odatda mana bu yopib o'tirardi. Hozir birinchi marta ko'rib turibman ochiqligini. Bu yerda ham bunaqa nima desam ekan, gazetalar sotar ekan, news, har xil narsalar. Shundoq ko'rsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa bundoq bu tarafda har xil narsalar bor ekan. Buni menimcha odatda sal yosh kattalar o'qisa kerak, chunki yosh avlod. Palakat telefonim tushib ketdi. Chunki aytmoqchi bo'lganim, yosh avlod social media bilan, ijtimoiy tarmoq bilan zaynat. Bunaqa narsalarni o'qimasa kerak. Shuning uchun katta ehtimol bilan katta odamlar, yosh katta insonlar o'qiydi. Mana o'sha aytgan narsa, mana ko'rayotgan edi, har xil narsa chizib tashlagan. O'tib ketib qoldi, endi ko'ra olmay qoldim, ulgurmay qoldim. Uni men yoq tarafini ham ko'rsataman hozir. Mana shunaqa har xil narsalar chizib tashlashadi. Biz hozir уже poyezdga chiqib qoldik. Где-то 25 minut uzoq yarim soatda yetib olamiz. Poyezdda qancha tez yurishiga bog'liq. Bir xillarda 20 minutda yetib olamiz, bir xillarda yarim soatda olib borib qo'yadi. Mana qani bilingmiz. Hozir videoga olayotgan inson bu agar otdilar, sizga pulni ko'rsatdim aka, 200 lira topib oldim. Bugun dam olib pul ishladim. Biz bu pulga men 6 soat ishlardim. Hozir biz ketayotgan yo'l, ya'ni borayotgan joyimiz Varshavadan, sentrdan 30 kilometr uzoqlikda joylashganda, где-то bu Toshkentdan yangi yo'lgachami, Olmaliqgachami shunaqa Toshkent viloyatigacha juda ham uzoq yo'lgacha bo'lgan yo'l. Va o'shanga men hozir bilet oldim. Buni ko'rmayotgan bo'lsa 600 zlotga oldim.
666 zlotga oldim. Bu bo'ladi где-то o'zbek so'mida 20 mingcha bo'ladi-da. 20 ming so'mga shunaqa shahar Polshani bu joyidan bu joyigacha 20 ming so'mga yetib olmayman-da, to'g'risi. O'sha sentrda ancha uzoqlikda joylashgan. Bizada hozir misol Yandexda где-то 10 kilometr yoki 15 kilometrga Yandex chaqiradigan bo'lsangiz ham O'zbekistonda где-то bu bo'lib ketadi 25 ming, 30 ming bo'lib ketadi-da kamida. Bu yerda vashi infrastruktur juda ham zo'r rivojlangan. Poyezd bor aytganimdek, hozir poyezdda ketyapmiz. Bu Polshada любой joyga bora olasiz. Tramvay bor, metro bor. Vashi zo'r aytganimdek, ayniqsa talabalar uchun vashi zo'r. Misol uchun menga vashi emas. Misol zalga chiqadigan bo'lsam ham, zalga oladigan abonementim 100 zlot bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston so'mida 330 ming, 340 ming bo'ladi. Menimcha u anaqa bilan men oladigan o'sha Medicover degan anaqa bor, aplikatsiya bor. O'sha membership oladigan bo'lsam, u orqali men zalga ham chiqa olaman, saunaga ham chiqaman, tennis bo'lsa tennisga, basseyn bo'lsa basseynga, любой joyga, Polshani любой joyiga chiqaman. Bizada lekin unchalik rivojlanmagan. Misol uchun bizada bitta zalga chiqsangiz, imенно o'sha zalga chiqishingiz kerak. Даже bir oyda 12 martadan ko'p ham chiqa olmaysiz-ku. Bu yoqda vashi zo'r. Xohlasangiz bir kunda 2 marta chiqasiz, xohlasangiz buni sherigingiz bilan, o'rtog'ingiz bilan bo'lishsangiz ham bo'ladi-da, to'g'risi. Da shunaqa vashi zo'r. Ayniqsa talaba bo'lsangiz, mana shunaqa ID kartangiz bo'lsa, любой farqi yo'q. Qaysi universitet bo'lishidan qat'iy nazar. Kinolarga ham 50% ga kirasan. Da. O'sha masalan muzeylarga, tramvay qolishni to'ssak, avtobus, hammasiga. Da. Xullas studentlarga ko'p anaqa imtiyozlar bor, 50%. Da, 50% ga даже bir xil restorandagi, misol uchun men ChatGPT Pro oladigan bo'lsam, menga 80% mi 70% skidka. Men hozir Perplexity ishlataman. Perplexityga bir oyga menga уже anaqa bergan, tekin bergan student bo'lganim uchun. Gemini degan bor. Gemini ko'pchilik siz ham bilsangiz kerak, ko'rayotgan bo'lsangiz. Geminiga menga 1 yillik anaqa bergan, student anaqam bo'lgani uchun. Student statusim bo'lgani uchun. Bunaqa hozir tekshirib ketdi. Akam bilan kelamiz. Ana bunaqa anaqa konduktorga o'xshaydigan odam yuradi bu yoqda, anaqada poyezd ichida tekshirib yuradi. Bilet olganmisizlar yoki olmaganmisizlar? O'shani bilish uchun. Agar bilet olmagan bo'lgan odamni jazolaydi. Men Polshaga kelganimda tramvayga bilet olmagandim. Universitetga ikkinchi kuni borib kelayotganimda, chunki birinchi kuni olgandim, ikkinchi kuni olmagandim. Birinchi kuni borganimda tekshirmaganda, ikkinchi kuni ham tekshirmaydi deb o'ylagandi, lekin meni 180 zlot bilan, 170 zlot bilan meni jazolagandi. O'shandan beri hozir metroga ham, tramvayga ham, avtobusga ham har doim bilet olib yuraman. Shuning uchun qonunga rioya qilinglar. Bu yerda qonun juda ham kuchli, juda ham zo'r ishlaydi. Sizni kechirmaydi. Biz почти kelib qoldik. Naryoqda akam uylari, kichkina akam uylari. Bu yoqda mana bu yerda Centrum Sportu. Bu yerda sport klub, bu yerda har xil sauna bor, basseyn bor, qanaqadir gimnastika bor. Gym bor, bu yerda trenirovka qilishga sport zal. Har xil mana shunaqa katta sport sentrum. Bu yerda o'tgan safar kelganimizda biz saunaga kirgandik. Saunasi ham vashi zo'r. Hozir biz sekin почти kelib qoldik. Kodesizdan chiqib ketmaganmi? Menda reflection bor shunaqa. Da. Hozir даже poyezdga kelayotgan paytimda, da. menga esimda yo'q edi. Va Men kelganimdan keyin shu shunaqa sport so'zida sanada qilib kerak. Hayotimda. Menda mana shunaqa bor. Bolla. Короче, Diyor Tayson уже boksga qaytdi. Krossovkalarda такой. Boshlab ketdi, короче. bittaga zo'r kelib qoladimi? Oktagondan jang so'rab Reski. Давай. Let's go me. Ham yozsang, chiroyli yozib ber. I'm gonna show you the best shot ever. Mashina o'ziga yashaymish.
Xullas hozir LinkedIndan menga yozishdi. O'zi anchadan beri menga follow up qilishyapti HR'lar, rekruterlar sales positionga, sales development representative positionga. Ungacha men hozir anaqa ishlayotgandim Bidronkada. Hozir ko'ramiz, ertaga intervyuga chaqirgan, on-site intervyu, tipa real yuzma-yuz in person bo'ladi. Hech qanaqa onlayn bo'lmaydi. Ertaga borib gaplashaman, xudo xolasa ertaga intervyuga kiraman. WhatsApp'dan eshitganmisiz? Hozir pizza yeyishga keldik. Italyan restoran. Bu Venetsiya. Venetsiyada Italyan restorani, Italyan kartinkalari. Xo'p, hozir akamning aytishi bo'yicha Bottega pizza Polshadagi nomer 1 deyishyapti. Eng birinchi o'rinda turadigan number 1 pizza qiladigan joy deyishyapti. Endi hozir ko'ramiz, meni olib kirishdi, tatib ko'rib, ta'miga baho beramiz. Qanchalik zo'r ekan, maqtaganchalik bormi ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Necha? Hali tushunmadim. Cho'tki, real cho'tki. Hozir mana уже pizzani yedim. 3tasini yeb уже нормальный bo'lib qoldim. 3tasini o'ziga haqiqatan shirin ekan. Oxirgi marta buni O'zbekistonda yegandim pizza. Bellissimo Abbos o'rtog'im bilan Bellissimodan pizza yegandik oxirgi marta. Biz уже chiqdik pizzani qilib. Mashina haqida suhbat ketyapti. Такой мерз. Hop, уже ertalabdan uyga ketaman, uyga chiqib ketaman. Akamlar ishga ketdi. Endi men o'zim uyimga ketaman. Aytganimdek soat 12 da intervyu bor, in person. Ishga xudo xolasa intervyudan o'taman. Xudo xolasa ishga kirib olsam zo'r bo'lardi, korporat jobga, ofisning jobga, ofisning ishiga, chunki Bidronka Japkani ko'rib Japkada bordim. Bidronka ashanda ishlash va shu aytganimda it's not my thing de. Men qiladigan ish emas de u. Shunaqa video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Har doimgi gap, qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilgingiz kelmayotgan paytda qiling. Oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi.